Renessans TV namoyish etadi. Har bir piyolada toza choy. Assalomu alaykum, RTV kanalining yangi tong ko'rsatuvining aziz va sevimli muxlislari. Bugun sizlar bilan chorshanba tongida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin azizlar. Yana bir bor assalomu alaykum. Yana bir bor siz bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan juda xursandmiz, qadrli muxlislar. Aziz yangi tongni va aynan bizni Mavludani bizni ko'p kutadigan muxlislarimiz. Omonmisiz? Sizlarni sog'inib qoldik azizlar. Sizlarchi bizni sog'indinglarmi? Ey, Mavluda siz sog'ingansiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Erta tongdan qiynalmasdan. Yo'q, qiynalmasdan, chunki bugun kayfiyatim yaxshi. Sababi nonushta qilmaganim, siz esa menga nonushta olib kelibsiz. Rahmat. Umringizdan baraka toping. Meni ham maqtarkan-ku. Meni ham maqtarkan-ku. Agar menga ko'p ovqat olib berib tursangiz, men sizni ko'proq maqtayman. Faqat ovqatmi? Ovqat. Yo'q, bo'ldi. Gul. Yetadi. Stop dedi. Gap yo'q. Kayfiyat zo'r bo'lsin, chunki yangi tongda ertalabdan har doim yaxshi kayfiyat bo'lgan. Qolaversa bugun siz bilan ertalabdan biz ijodkorlar go'zal va latofatli estradamizda o'z o'rniga ega bo'lgan, sanatimizda o'z o'rniga ega bo'lib kelayotgan ijodkor Mavluda Hikmatova va Kamina Azizbek bo'lamiz. Albatta. Kayfiyat yaxshi bo'lsa, hammasi zo'r bo'lsa va yangi tongni boshlashga tayyor bo'lsak, biz hozir yaxshi kayfiyatda bugungi tongimizni aynan mezbon ijodkorlarning o'ziga xos va mos bo'lgan qo'shiqlar bilan boshlashimiz kerak. Avvalosi, bilasizmi, ertalabdan toza choy foyda. Toza choy, ko'k choy foyda. Qora bo'lsin, ko'k bo'lsin, lekin choy foyda. Choy foydali bo'lsin, albatta. Bizga foydasi tegyapti-ku, deydigan. Qadrli do'stlar, sezib ulgurganingizdek, bizni homiy toza choy savdo belgisi, ularga alohida minnatdorlik bildirishimiz kerak. Albatta, har doimgidek ko'rsatuvimizni boshlashimizdan oldin mezbon san'atkorimiz Diyorbekka navbatni bersakda, keyin yana ko'rsatuvimizni maroqli va qiziqarli o'tish uchun yana davom ettirsak, nima deysiz? Zo'r bo'lardi. Biz Diyorbekdan yaxshi kayfiyatli, zo'r, sho'x, shodon qo'shiqlar eshitgan bo'lardik. Men bilmayman qanaqa qo'shiq aytadilar, lekin zo'r qo'shiq kutamiz. Diyorbek Berdimurodov va ular boshchiligidagi ijodiy jamoa. Marhamat. Xushro'yi shirin qandi naboti shirin, lablabi bo'lmoqi taboni shirin. Xushro'yi shirin qandi naboti shirin, lablabi bo'lmoqi taboni shirin. Sip-siyomo yosh kichkina qadash, mani devona qildi bu qarash, mani devona qildi bu qarash. Xushro'yi shirin qandi naboti shirin, lablabi bo'lmoqi taboni shirin. Xushro'yi shirin qandi naboti shirin, lablabi bo'lmoqi taboni shirin. ای جان شکر کنه خندانی شکر عطری گلی یاری زبانی شکر. ای جان شکر کنه خندانی شکر عطری گلی یاری زبانی شکر. لب لبی بلماخی توانی شیرین عطری گلی یاری زبانی شکر. عطری گلی یاری زبانی شکر. روی شیرین خندی نبات شیرین، لب لبی بلماخی توانی شیرین. گوش روی شیرین خندی نبات شیرین، لب لبی بلماخی توانی شیرین. Hazır mekunam tu araz laquni, chaqirganda yonimga qani go'zali bekuni. Dilam mesanat voy tuba dilam mesanat olo ekan bu qizcha gulchalar ofat. Shoyi shirin qandi naboti shirin, lablabi bo'lmoqi taboni shirin. Shoyi shirin qandi naboti shirin, lablabi bo'lmoqi taboni shirin. Sip-siyomo yosh kichkina qadash, mani devona qildi bu qarash, mani devona qildi bu qarash. Shoyi shirin qandi naboti shirin, lablabi bo'lmoqi taboni shirin. Shoyi shirin qandi naboti shirin, lablabi bo'lmoqi taboni shirin.
Aziz, bilasizmi, bugun shunaqangi studiyamizga mehmon san'atkorlar bor, ijodkorlar. Ular ikki xil kasb egalari. Demak, nafaqat ijodkorlar, Nafaqat ijodkorlar, ha, balki oramizda sportchilar ham bor. Demak, Mavluda nafaqat san'at olamida, balki sport olamida ham yutuqlarni qabul qilayotgan, yutuqlarga erishib kelayotgan insonlarni bugun mehmon sifatida ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Albatta. Qadrli do'stlar, hurmatli tomoshabinlar, RTV yangi tongda aynan maxsus son desak ham bo'ladi, chunki jahon chempionini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, uzoq kuttirmaymiz. Estradamiz xonandasi o'z o'rniga, o'z maqomiga ega bo'lib kelayotgan ijodkor Ilyos Rasulov hamda ular bilan birga ikkita ayollar o'rtasida karate bo'yicha jahon chempionkasi Gulshan Alimardonova bo'ladilar. Marhamat, qadrli do'stlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Sizlarni ertalabdan qiynab qo'ymadik degan umiddamiz. Uyqulariga to'yib va Mana choy bering, ha? Mavluda, bugun sal vaqtliroq ishiladi sizda choy uzatish degan. Farosatim yetib keldi shekilli, asiz. Marhamat. Ilosiga toza choylardan iching. Ertalabdan. Rahmat. Charchab qolmadingizmi? Yo'q. Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Gulshan, sizda kayfiyat qanaqa? Yaxshi. Yaxshimi? Zo'r. Uyqusiramayapsiz, ko'z tegmasin. Nimaga ko'rinishingizdan buzaman deydigan qizlarga o'xshamaysiz, lekin karateda yorib qo'yasiz. Ilyos aka, ijodda nima yangiliklar, qanday ishlar bo'lyapti? 2025-yil sizga qanday o'tdi-yu, mana 2026-yilga o'tdik. Mana yanvarni ham yakunlayapmiz. Nimalar bo'ldi? Avvalambor assalomu alaykum, aziz shu yangi tong muxlislari, ashaddiy muxlislari. Shu kunlarga yetkazganiga shukr, avvalambor Allohga behisob shukr. Xudo xolasa, yangiliklarimiz 2026da yangi qo'shiqlar, yangi kliplar ustida ishlayapmiz. 2025-yil har yili yaxshi keladi menga yil. Allohga behisob shukr. Har doim shunaqa bo'lsa ko'z tegmasin. Albatta, rahmat. Yaxshi, bor bo'ling Gulshan. Sizda-chi, sizni so'rashga ham birozgina tortinadi odam, chunki 2025-yil Gulshanoyga qanaqa kelganini biz bilamiz. Omadli yil bo'lgan, ha, Gulshan? Omadli ham, oddiy omadli emas, omadli. Omadli, ikkita O va ikkita A. Marhamat Gulshan, so'z sizga. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. 2025-yil men uchun juda ham qadrli, juda ham omadli, baxtli yil keldi deb o'ylayman. Ushbu yillarda juda ham ko'p yosh bo'lishimga qaramay juda ham ko'p katta natijalarga erishdim. Allohga shukr. Uydagilarimni, ota-onamni, butun O'zbekistonni, butun jahonga tanitganimdan juda ham xursandman. Rahmat hammaga. 2026-yil ham men uchun bundan ham chiroyli yil kelishini xohlab qolaman. Albatta, biz ham tilakdoshmiz. 2026-yil 2025 qanaqa baxtli va omadli kelgan bo'lsa, ikki karra yana ham baxtli, yana ham omadli kelishiga biz tilakdoshmiz. Bor bo'ling. Bugun sizlarni yangi tongda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Kayfiyatimiz a'lo darajada. Sizlarni ko'rib yana ham ko'tarildi va albatta o'ylaymizki, sizlarning ham kayfiyatingiz yaxshi ko'rinib turibdi. Bor bo'linglar, omon bo'linglar. Endi bir chiroyli savol bilan yuzlanaman. Bolalikdagi qaysi odatingiz hali ham qolgan degan bizning umumiy bir savolimiz bor. Xo'sh, Ilyos akamda qanday ekan? Qaysi bolalikdagi odatlari qolib ketgan ekan? Men bolaligimda g'irt o'g'ri edim. Lekin hozir Sizmi, aziz? Lekin hozir sumkamda nimaga pullar yo'q qilib qo'yapti desam. Albatta hazil iltimos, buni hazilga olamiz. ya'ni hammada ham bo'lgan bu Hech narsa kim sizga bilasiz. keyin turmushga chiqmaydi. Bo'lganmi sizda? Faqat desam, nima bo'lgan? Kimningdir cho'ntagidan sekingina marojniy uchun yoki mana hozir sizni cho'ntagingizdan, kostyumingizni cho'ntagidan pul o'g'irladim desam. Gonoraringizdan olibsiz, men uni o'g'irlab qo'ydim. Albatta bu hazil. Unday odat bo'lmagan, lekin uyimdagilardan doim takka eshitardim. Agar qimmatga narsa sotib olsam, "Nech pulga olding?" deb so'rashardi. Men esa uni aldab, arzonroq summa aytardim. Shunaqa odatim bo'lgan. Chunki uyimdagilar men yaxshiroq, qimmatroq narsa olishni xohlayman, lekin uyimdagilar ekonom qilgin deb oyimlar ushardilar. Nech pulga olding derdilar. Oyim men buni tekinga oldim, oyim buni sovg'a berishdi. Oyim men buni mancha pulga oldim derdim. Albatta yaxshilik uchun ishlatiladi, chunki endi har bir ona farzandini juda ham ko'p katta xarajat qilishini xohlamaydi. Mana shu uy qilganimda ham qimmatroq narsa xarajatlarga ketgan, parda, mebel deysizmi, boshqa narsalarga xarajat qilganman-da, lekin uyimdagilar nech pulga olding? Qattiq
oy buni menga reklamaga berishdi. Buni reklamaga oldi, buni sovg'a qilishdi. Juda ham ko'p aldaganman, kechiring. Lekin bu albatta hammasi yaxshilik uchun edi, chunki meni o'zimning orzu havasim bor, lekin baribir har bitta ota-ona farzandini juda katta xarajat qilishiga yo'l qo'ydirmas ekanda. Shuning uchun ekonom qilgan pulingni tejagin, unaqa qimmat narsalar olma der ekan. Endi ota-ona baribir ertaga o'zim ham onamni menimcha ona bo'lganimda tushunsam kerak. Hozir tushunmayman baribir bu narsani. Lekin shunaqa gaplar xullas. Ilyos akada nima bo'lgan? Qaysi odatingiz qolib ketgan aka bolalikda? O'z bolalikda sho'x bo'lganmisiz? Albatta sho'x bo'lganmiz. Bolalikda uydagilarda haligi bekin olib, holatlarda haligi qo'rqitirgan holatlarim bo'lgan. Endi erkaliklar bo'lgan, erkalik qilardim. Hozir ham lekin qolmagan bittasi fe'lim o'sha hozirgacha bor, erkalik qilib turaman, yoshim katta bo'lsa ham. Qolgan xarakterini holatlarda yo'qotganmiz. Bitta shu erkalik. O'zi sekingina qo'rqitganingizdan keyin Ilyos aka eslang endi. Eslang, hozir eslasangiz kulgingiz keladi. Qo'rqitgandan keyin u odamning cho'chib ketishi, reaksiyasi odamni kulgiga chaqiradi, to'g'rimi aka? Shunda qo'rqib ketadi, qo'lida narsa bo'lsa tashlab yuboradi-yu. O'sha joy yomon kulgiga tortadi-da. Siz bir yomon sho'x bola bo'lgan ekansiz yoshligingizda, Aziz. Yaqin orada ham shu holat bo'ldi. Onam idish-tovoq yuvib turgan ekanlarda, men qo'rqitmoqchi emas edim. Bordimda, ona assalomu alaykum dedim, shunday cho'chib ketdilar-da. Bilmagan holatda cho'chib ketdi. Ona ming bor uzr deb o'zim xijolat bo'lib qoldim. Qo'rqichardi-yu. O'zim qo'rqib ketdim-da, onamni qo'rqqanlarini ko'rib xijolat bo'lib qoldim-da. Bu yaxshi odat aka. Qo'rqib turavering. O'shansizlar, siz hali o'zingiz bolasiz, lekin baribir kichkinaligingizda qanaqa odatlaringiz bo'lgan va o'sha odatlaringiz qolganmi yoki yo'qmi? Menda ham shu erkalik, keyin tez xafa bo'ladigan odatim bor edi yoshligimda ham. Yig'lab turasizmi ko'p? Ha, juda ham ko'p. Men siz Oz narsaga yig'lab yuboraman. Keyin to'g'ri, hozir ham bilan gapirayotganingizda men mana shu sovrinlarni qo'lga kiritdim deb aytyapsan, ko'zlarida yoshlanib deb ketadi. Men ularni ko'rib yig'lab yuborgim keldi. Men ham juda ta'sirchanman sizga o'xshab. O'zi oilada nechta farzandsizlar? bitta farzandman. Bitta qizmisiz? Ota-onangizni eng erka farzandi, mana ota-onangiz orzu qilgan farzand bo'libsiz. Ko'z tegmasin. O'sha odatingiz qolmagan o'sha. Sal narsaga yig'lab olasiz. Sportda ham trenerlarim ham, sborniy trenerlarim ham. Baribir qattiq gapirish kerak sportchilarga. Faqat ham yaxshi gapirib bo'lmaydi. Qattiq gapirib qo'yganda men sразу xafa bo'lishimni bilishadi-da, keyin ozroqdan keyin kelishadi. Xafa bo'lma qizim, sen yaxshi bo'lishing uchun biz gapiramiz. Sen bilamiz, sen erkatoysan. Sen hammasi yaxshi bo'ladi. Xafa bo'lma deb ko'nglim ko'tarishadi. Aytmaysizmi, meni yaxshi bo'lishim uchun faqat menga yaxshi gap gapiringlar, men o'shanda yaxshi qiz bo'laman. Taltayib ketadilar. Mayli, taltaysizlar, arziydilar, bitta farzand ekanlar. Mayli, uni ustiga jahon chempioni bo'ldilar. Nima yo'lga olib boryapman, ey Xudoy. Yo, eng qizig'i jahon chempioni bo'libdilar. Endi taltaysizlar ham arziydi. Taltaysiz ham arziydi. Yo'q, taltaymang. Hali davom etish kerak. To'g'ri, siz hali bundanda ko'p yutuqlarga erishishingiz kerak. Hech urishib turasizmi qizlar bilan? Yo'q. Urmaysizmi hech kimni? O'zim sapernikimmi, lekin uraman. Lekin ko'chada hech ham urushib qolib, yigit talashib. Ta'kidlashadi. Menimcha Gulshanay to'g'rimi, murabbiylar ham ko'cha-ko'yda urishish, ko'cha-ko'yda tortishish degan narsa. Men shu narsani eshitganman, rostdan ham. Mana shu sportchilar hech qachon urishishi mumkin emas ekan, birovni urishi mumkin emas ekan. Iloji boricha o'zini og'ir bosib tutish kerak deb o'rgatishadi, o'zi qiz bolani o'zini madaniyati, o'zini bosishi, odobi, xulqi bo'lishi kerak. Qiz bola o'zini iffati bilan. Ko'chada o'zini bosa olishi kerak deb o'ylayman. Albatta. Endi Gulshanay, sizga izlansak, jahon chempionkasisiz va shu darajaga yetib kelishingizda qanday bosqichlar bo'ldi, qanaqa yo'llar bo'ldi? Mayli, bu borada ko'p gapirgandirsiz shu kungacha boshqa ko'rsatuvlarda, lekin aynan yangi tong uchun yana bir bor aytib bersangiz, nimalar bo'ldi? Yangilaridan aytib bering. Hech qayerda bo'lmaganlardan aytib. Hammasi qiyinchilik. Yoshligimdan 8 yoshimdan karate sporti bilan shug'ullanganman. O'zi biz qishloqda turganmiz. Qayerliksiz asli? Qashqadaryo viloyatida, Koson tumanida turganmiz. Qishloqda meni trenerim qishloqda emas edilar, Qarshi shaharda edilar. O'shanda bizning sharoitimiz bo'lmagan, unaqa yaxshi bo'lmagan. Kosondan Qarshiga buvimlar bilan birga qatnaganman. 4 yil. Qiyin bo'lgan, juda sovuq bo'lgan, juda issiq bo'lgan, taksida qatnaganmiz. Ham kuchli trenirovka bo'lgan, har xil musobaqalar bo'lgan, lekin juda qiyin bo'lgan. O'shandan keyin dadam qo'llab-quvvatlab, borlarni berib, sharoitlar yaratib berib Qarshiga ko'chib kelganmiz.
o'zim ustozimga rahmat aytaman. Men uchun shunchalik mehnat qilib, meni shunchalik darajaga yetkazganlarga, otamga ham, ustozimga ham, butun O'zbekistonga rahmat aytaman. Meni qo'llab-quvvatlab turgan hammaga. Bor bo'ling, omon bo'ling. Ustozingiz ismlari nima? Oybek Obyakulov. Ular karate bo'yicha mutaxassislar, demak, tushunishimizcha. Va qayerda faoliyat yuritadilar? Qarshi shahrida. Toshkentga kelganingizda ham biron bir sport zallarga bordingizmi? Aynan bu yoqda ham biron bir shug'ullanishlar bo'ldimi? Toshkentda sborniy komanda bo'ladi, zbor bo'ladi. Musobaqa oldi, 10 kun, 15 kun oldin trenirovkaga kelamiz. 10 kun, 15 kun oldin kelib trenirovkani aynan Qilib, keyin Toshkentda boshlab, musobaqaga ketamiz. keyin musobaqaga va aynan Koreyada bo'ldi, adashmasam, to'g'rimi? Qayerda bo'ldi? Yo'q, Misrda, Yegiptda. Yegiptda bo'ldi. Uzr, ming bor uzr. Yegiptga borguningizgacha ham demak Toshkentda trenirovkalar bo'lgan, mashg'ulotlar bo'lgan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bravo. Endi qanaqa bitta ko'raylik, boya ko'tarib chiqdilar, men o'zim juda ko'rgim keldi. O'zingizdan ham ko'proq mana shu medalingizga juda ham qiziqdim-da. Bu haqiqiy oltinmi? Oltin. Men uchun oltindan ham katta. Oltin deyishadi. Oltin medali. Bo'ldi, bering, yosh bola kim qo'yibdi sizga oltin ushlashni? Menga bering o'zi. Men bo'ynimga taqmoqchi edim hozir. Siz uning uchun nimadir xizmat qilgan bo'lsangiz, nima xizmatingiz bor? Aziz, bunga yarasha, mana misol uchun men buni bo'ynimga taqib ko'rsam bo'ladi. Juda ham og'ir ekan. Hech kim ushlab ko'rmagan birinchi marta. Necha kilo bu? Bilmadim, o'lchab ko'rmagan. Kilosini o'lchab ko'rmagansiz? O'lchab ko'rmaganmisiz? Buni o'zim bilan olib ketsam bo'ladimi? Bizda mana shuncha ijodkorlarimiz bor. Orqada hamma mana operatorlarimiz kuzatib o'tirishibdi, mana qizlarimiz, mana Sardor aka, nima deysiz, olib ketsam bo'ladimi? O'zim bilan. Agar Gulshanoy rozi bo'lsalar. Agar Gulshan rozi bo'lsangiz, biz buni Renessans kanali uchun qo'yib qo'ysak, keyin biz o'zimiz bilamiz buni nima qilishni. To'g'ri, Bir Gulshanoy meni mehnatim emas. Butun O'zbekiston karatechilarning mehnati, men uchun yordam bergan hammani mehnati deb o'ylayman. Bunga bir men haqli emasman, hamma haqli deb o'ylayman. Biz juda ham xursandmiz, to'g'risi juda ham xursandmiz. Har doim mana shunaqa yurtimizni, bayrog'ini ko'klarga ko'tarib yuring. Biz rostdan juda ham xursand bo'ldik, chunki O'zbekistonni hozir butun jahon taniyapti. Bu juda ham baxt. Sport sohasi ya'ni sport sohasida, san'at sohasida ham. Albatta, albatta. Gulshanoy, aynan mana shu medalni qo'lga kiritishingizda aytganingizdek, kim sizga yaqindan yordam bergan bo'lsa, qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, ularga alohida minnatdorlik bildirishimiz kerak. Bu tabiiy holat. Va aynan davlatimiz rahbari tomonidan berilayotgan imkoniyatlar, sport sohasida ham, turfa xil sohalarda ham berilayotgan imkoniyatlardan unumli va maksimal foydalanayotgan insonlardan biri Gulshanoy bo'ladi deb baralla aytishimiz mumkin. Bitta qo'yishimiz kerak. Tabriklaymiz. Bor bo'ling. Omon bo'ling. Ilyos aka, nima yangiliklar endi 2026-yil qanaqa qo'shiqlarni eshitamiz aka? 2026 hozircha indash niyatim yo'q. Bu sir bo'lib qolsin. Hozir oldindan aytib qo'ysam qiziq qolmaydi muxlislar. Keyin alib nimadir narsani ham sir tutasizmi? Misol uchun aytishadi-ku, men doim nimadir qilish bilan oldindan o'xshasin, keyin aytaman deydigan odatim bor-da, baribir ko'z tegishi bor. Nimadir o'xshamay qolishi mumkin. Sir saqlaydigan yaxshi odamlardan bittasiman men. Sir saqlay olaman. Demak, sirimni ishonib sizga aytsam bo'ladi. Bemalol, ko'p borib xalqqa yoyib tashlamaysiz. Aytasiz, men Andijon, общий Andijonga tarqatamiz. Hammani eshitadi. Bor bo'ling aka, vodiyda nima gaplar endi? Vodiyimiz ko'z tegmasin, kundan kunga rivojlanyapti. Juda ham go'zal bo'lib boryapti kundan kunga, ko'z tegmasin. Andijon farzandligimdan faxrlanaman. Bor bo'ling, omon bo'ling. Mana bitta savolda, Andijon shahridagi insonlar juda ham san'atni yaxshi ko'rishadi. Shaxsan meni bir qadrli pochcham borlar, ismlari Javohir. Ular juda ham san'atni yaxshi ko'rishadi, oilaviy, hurmat qilishadi. Bilmadim. Aynan Andijon shahrida yashovchilar, insonlarimiz va xalqimiz san'atni boshqacha ko'rishadi-da. Ular juda ham san'atkorlar mana bunday qilib ko'kka ko'tarishadi. Rostdan ham shunaqami, sizda ham mana shunday ko'tarishsa kerak. Andijondan o'zingizlar bilasizlar, ko'p san'atkorlar chiqqan. Mana madaniyat vazirimiz Ozodbek Ahmadovich Sharxondan endi Asakaga kiradi, Andijonga kiradi. Sherali Jo'rayev ustozimiz rahmatli. Shu yaxshi san'atkorlarimiz chiqqan. Albatta, san'atimizning afsonasi, hattoki Sherali Jo'rayev ham aynan Andijondan bo'lganlar. Shunday ekan, albatta Andijonlik, so'ziga qo'shimcha qila olaman, Andijonlik do'stlarimiz juda ham ko'p va har doim Andijonga borsak, san'atkor sifatida alohida hurmat qilishadi. Inson sifatida ham xuddi shunday yaxshigina hurmat juda mehmondo'st. Juda kutib olishadi. Endi palov osh deyishadi. Oshga boramiz. Devziradan. Shunda cho'ntak choyxonaga boramiz deyishadi. Borib o'sha yerda maza qilib oshlashamiz deyishadi. Devziradan damlash bilasizmi?
Yo, osh qilishda to'g'risi bilmayman. Endi ochiqni aytib beraman. Endi osh qiladigan bo'lsam, endi nima deydi? Shavla deyiladi bizda. Shunda shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Shavla bo'lib qoladi. Xavotir olmang, men sizga sherikman. Bo'ldi mana, topdingiz sherik. Gulshana ovqat qilishni biladi. Shunaqami? Hammasini biladi. 19 yoshmisiz? Hamma ovqatni biladi. Nima qilay endi hozir? Men mana endi ustimdan Hammasini kulyapsiz hozir. Albatta bu hammasi hazil, sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish uchun 2026-yilda sizdan qandaydir klipmi yoki bo'lmasam yana nechta taronalar eshitishimiz mumkin? Nechta taronalar premyera qilmoqchisiz? Taxminan. Zotan mavzuni ham aytmadingiz-da, yangi qo'shiqlarni. Ularni ham ozgina uchini chiqarib Agar qo'ysangiz. ruxsat bersanglar shu san'atga kirib kelishimdan boshlab bersam. Zo'r bo'lardi, ha. Ozgina suhbat qilaylik siz bilan. Kim bu bolani ustozi degan baribir ustoz ko'rganmiz. Albatta, albatta. O'zi asli sport sohasida o'qiganman, futbolda. Futbol juda ham yaxshi ko'raman. Hozirgacha o'ynab turamiz. Kimga muxlislik qilasiz? Biz Real Madrid Siz bilan biz bugundan boshlab dushmanmiz. Men Viska Barsa. Madrid deydimi? Viska Barsa. Futbol sohasida o'qiganman. 2003-yili Andijon Zaxiralar sport kompleksida o'qishga kirganman futbol sohasidan. Keyin 2026-yili oldin Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent davlat madaniyat institutiga o'qishga kirganman. Institutga 4 yil bakalavr, 2 yil magistratura o'qiganman. U yerda ustozlarim Orol Mirzo Safarov dars bergan ustozlarimiz meni san'atga kirib kelishimga sababchi bo'lgan avvalambor otam, dadam, keyin Anvar Sanayev ustozim. Hozirgacha oilaviy bordi keldi qilamiz, aloqada Sizni ham bo'lib turaman. ko'rinishingiz o'xshab ketadi. Aytishadimi shu haqida? Ko'p aytishadi. Birinchi 2004-yilda chiqqanmiz o'zi biz asli san'at sohasiga. 2004-yilda san'atga kirganman. 2005-yilda vodiy bo'ylab o'zimni yakkaxon konsertimni berganman. Siz hozir necha yoshsiz? 37 man. 88-yil. Nega aka 27 ga o'xshaysiz? Nimaga 27 ga o'xshaysiz? Shunaqa deyishadi. Qari ko'rinasiz. Ana masalan. Men har doim aziz tanqid qilib turaman. Albatta, hozir rostdan juda ham yosh ko'rinar ekansiz. Anvar Sanayev ustozimni stadionda konsertlarini ko'rib havas qilganman. Qani men ham shu narsani qila olaman. Albatta qila olamanmi deganman, lekin shu darajada 2005-yilda niyatimga yetganman. Stadionlarni to'ldirib, endi javob to'ldirib bo'lmasa ham meni shunaqangi kutish olardiki, muxlislar tasavvur qila olmaysizlar. U paytlar endi eng oltin davrlarim edi. Gap yo'q. Xo'p, mayli, Ilyos Rasulovning ustozlari kim? Yana Anvar Sanayev dedingiz, Orol Mirzo Safarov dedingiz va hozirgi kunda ham Anvar aka bilan bordingiz va aynan ijodda hozir ko'proq maslahat so'raydigan ustozingiz yoki hamrohingiz, do'stingiz bo'lsa? Ko'proq to'g'risi ustozlarimdan ham maslahat olaman, Anvar Sanayevdan, ko'proq uydagilarim bilan maslahatlashaman, otam bilan. Mana shu narsani qilmoqchiman. Bo'ladimi? Otangiz ham san'atga aloqador insonmi yoki yo'qmi? Yo'q, san'at, sport sohasini. Lekin didlari bor, demak. Ulardan so'rayapsiz, demak didlari bor. Albatta. Bizda Andijonda ko'p san'atkorlar mehmon bo'lgan. Misol Adham Soliyev, u ham ustozimiz, aloqamiz bor. Dilshod Rahmonov, Rustam Muhammadiyev, ko'p san'atkorlar kelgan, shu sababli san'atga kirib ketganmiz. Gap yo'q, bor bo'ling. Bilasizmi, aynan bugungi kunda yoshlarga aytiladigan so'zlar, yoshlarga beriladigan maslahatlar juda ham ko'p va aynan sizlarni mana shu erishib kelgan yutug'inglar, shaxsan Gulshanoyning erishib kelgan butun jahon tan olgan yutuqlari menimcha yoshlarga motivatsiya bo'la oladi. Va keling, hozir bitta kichik bir sahifamiz bor, o'sha sahifani tomosha qilsak va undan so'ng suhbatimizni yana davom ettirsak. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugun yurtdoshlarimizdan bolalikdagi qaysi odatlaringiz hali hamon qolgan degan savol bilan yuzlanamiz. Uyquchilik odatim qolgan. Kechasi chiroqni yoqib uxlayman. Soch o'ynash. Ko'chaga ketib qolaman kechqurun o'rtoqlarim bilan. Bolalikdagi odatlardan hammasi bor aka. Uyquchilik. Tez gapirishim. Oshqoqligim? Menimcha dangazalik bo'lsa kerak. Mehribonligim qolgan, juda ham mehribon bo'lganman. Shuni eslatib o'tishimiz kerak, bugun 21-yanvar sanasi Xalqaro aspirantlar kuni. Xalqaro aspirantlarni chin qalbimizdan tabriklaymiz.
Qolaversa 21-yanvar aynan 1992-yil O'zbekiston Respublikasi Milliy Olimpiya qo'mitasi tashkil topgan kun ekan. 21-yanvar kuni tashkil topgan ekan, shundaymi? Bilasizmi? Bilasizmi? Bilmasangiz endi bilib oldingiz. Hamda O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi, teatr rassomi Shuhrat Abdumalikovning tavallud topgan kunlari. San'atimiz arbobi haqiqatan ham aynan siz teatrda yoki televideniyada ishlaganingizda, kino sohasida ham teatr rassomlari, sahna rassomlarining ishi juda ham qiyin, oson emas. O'zim bunday olib qarasa, hamma kasbning qiyinchiligi bor, to'g'rimi? O'zining mashaqqati bor. Mana siz udarlar yeysiz, kaltaklar yeysiz. Siz esa tomoqlaringizdan ayrilib qolishingiz mumkin yoki o'z tomog'ingiz og'rib qolishi mumkin. Kechani kunduz bilmay har kuni ijod qilasiz. Bu juda ham qiyin. Biz ham har kuni gapiraveramiz ertalabdan, bu yerdan chiqib keyin yana gapiramiz. Bu yerda bizdan operatorlar va rejissyorlar juda ham bezor bo'lishgan. Bular buncha ko'p gapirishadi deb. Unaqa qiyinchiliklarni aytib tashlamang. Bo'ldi, yaxshi taraflari ham bor. Ilyos aka, ana endi sizdan bir chiroyli qo'shiq eshitsak, sahnamizga sizni taklif qilsak, ajoyib qanday qo'shiq tayyorlab keldingiz? Ozgina shu haqida ma'lumot bering. Zo'r bo'lardi. Kim yozgan bu qo'shig'ingizni? O'zingiz ham yozib turasizmi? Men hali endi u holat qo'limdan kelmaydi she'r yozish. Endi hamma narsani o'zini egasi, ustasi bo'lgani yaxshi. Albatta. Biz ijro tomonlama, lekin problema yo'q. Qo'ldan kelganicha ijro qilamiz. Hozirgi ijro etadigan qo'shig'im 2004-yilda yaratilgan qo'shiq, musiqasi Nodir Umarov, Mirzo Karim she'ri bilan muxlislarimga meni tanitgan bir ajoyib bir eski qo'shig'im bor. O'zi u paytda faqat sevgi haqida ko'p qo'shiqlar ijro qilardim. Endi Anvar akani shogirdi bo'lib turgandan keyin sevgi bo'lmasa ham bo'lmaydi-da. Shu qo'shiqni muxlislarimga havola qilmoqchiman. Ajab emas, eslatsa meni ancha bo'lgan, o'zi muxlislarim ham sog'inganman, muxlislar ham meni sog'ingan deb o'ylayman. Unda ozgina eslab bo'ladi. Sahnada sizni ko'ramiz. Marhamat, qadrli do'stlar, tomosha qilamiz. Ko'zi jayronim, so'zi biyronim, asalim dunyoda yolg'iz. Mening armonim, go'zalim, aqlimni olding, dilga o't solding. Meni kuydirib yulduzim, tanho sevaman seni. Zor etma yor meni, qalbimdagi sevgilim o'zing, senga sevgimdir yolg'iz, dilimdagi yulduz, yodimdadir yor shirin so'zing, tanho sevaman seni. Zor etma yor meni, qalbimdagi sevgilim o'zing, senga sevgimdir yolg'iz, dilimdagi yulduz, sevgilim. Dildagi so'zim, oyda gul yuzim, sevgilim senda hayolim, ko'kda hilolim, yolg'izim qalbimda ohim, ko'kdagi mohim, o'zing yagona yorimsan, tanho sevaman seni. Zor etma yor meni, qalbimdagi sevgilim o'zing, senga sevgimdir yolg'iz, dilimdagi yulduz, yodimdadir yor shirin so'zing, tanho sevaman seni. Zor etma yor meni, qalbimdagi sevgilim o'zing, senga sevgimdir yolg'iz, dilimdagi yulduz, sevgilim. Tanho sevaman seni. Zor etma yor meni, qalbimdagi sevgilim o'zing, senga sevgimdir yolg'iz, dilimdagi yulduz, yodimdadir yor shirin so'zing, tanho sevaman seni. Zor etma yor meni,
Muxlislaringiz rostdan ham sizni sog'inishibdi. Men ishonaman, ular uylaridan turib, choylarni ichib bo'lib, mazza qilib sizni qo'shig'ingizga raqsga tushishdi. Ular juda ham xursand bo'lishdi. Yana qanday yangiliklar berasiz muxlislaringizga? Shu haqida ham biroz hozir mana 2004-yil yaratilgan qo'shiqni eshitgan bo'lsak, undan keyin ko'p ijodlar bo'lgan, bunga shubha yo'q va 2026-yilda ham zo'r yangiliklar bo'lsa, sho'x qo'shiqlar bo'ladimi? Mayli, gap olish qiyin ekan, haqiqatan sirli odam ekanlar-da. Aynan sizga sir aytsak bo'lar ekan. Zotan mavzusini aytmadilar-da. Sho'x qo'shiq bo'ladimi, sokin qo'shiq bo'ladimi? Mana aka. Bolaligimda sho'x bo'lganman dedingiz. Lekin hecham o'xshamayapsiz bunga. Aka, qaysi biri bo'ladi ko'proq mana 2026-yilda? Sho'x qo'shiqlarmi, sokin qo'shiqlarmi? Endi bu qo'shiq sho'x bo'ladimi, sokin bo'ladimi, avvalambor muxlislarda yuragiga yetib borish kerak. To'ppa-to'g'ri. Sho'x sokinga qaralmaydi. Misol sho'x qo'shiq chiqarmoqchi bo'lsangiz, muxlislarga yoqmay, sokin qo'shiq chiqarsangiz, sokini yoqib qolishi mumkin. Albatta. Endi oldindan bir narsa deya olmayman. Endi hozirgi paytda shu to'ylarga ketiladigan repertuarlar hozir yaxshi bo'lib qolyapti. Ha, yaxshi. Endi ko'p to'ylarga borganda sho'xroq qo'shiqlar talab qilishyapti. Endi xudo xolasa sokini ham, sho'xrog'i ham albatta rejada bor. Ana. Rahmat. Shunda ham javob ichida aniq javob yo'q-da. Gulshan, agar qandaydir tilaklaringiz bo'lsa, yaqinlaringizga, ustozlaringizga, qolaversa tomoshabinlarimizga tilaklaringiz, niyatlaringiz, nima qandaydir fikrlaringiz bo'lsa, marhamat kameramizga qarab, mana shu operator akani ko'ryapsizmi? Shularning kamerasiga qarab gapirishingiz mumkin. Aytgancha, bilasizmi? 19 yoshlarida ularning shaxsiy mashinalari bor. Buni sotib oldingizmi yoki sizga sovg'a qilishdimi? Sovg'a qilishdi prezident. Aynan jahon chempioni bo'lganliklari uchun ham davlatimiz rahbari tomonidan berilgan topshiriq va ularning tashabbuslari bilan Gulshanoyni shaxsiy mashinalari bor. Tabriklaymiz. Mashinangiz Rahmat, muborak kattakon. bo'lsin. Rahmat. Siz taglardan shamollar uchib o'tsin deydi-ku. 19 yoshda mana ko'ryapsizlarmi? Agar siz hali ham aziz qizlarimiz, yigitlarimiz menda o'xshamayapti-ku deb o'tirib qolmang, har doim harakat qiling. Mana 19 yoshlarida ular medalga hamda qolaversa mashina sovriniga ega bo'ldilar. Bu haqiqatan havas qilsa arziydi ekan. Buni tagida albatta harakat, mashaqqat, mehnat yotibdi. Shuning uchun aziz erkak va qizlarimiz, dangasalik qilmaymiz, ishlashda davom etamiz. O'zimiz ustida ishlasak, to'g'ri, mana shu mashaqqatlarga erishamiz, a? Shunaqa. Marhamat, endi tilaklaringizni ayting. Shu erishgan yutuqlarimga, kattadan katta yordam bergan ustozimga, ota-onamga, Karate federatsiyasi rahbarlariga, avvalambor prezidentimizga rahmat aytaman. Sport uchun yaratgan sharoitlari, qo'llab-quvvatlab turganlari, yoshlarni qo'llab-quvvatlab turganlariga rahmat aytaman. Mani qo'llab-quvvatlab duo qilib turgan hammaga rahmat aytaman. 2026-yil xudo xohlasa men uchun chiroyli boshlanishini xohlayman. Albatta, albatta bo'lsin. Bilasizmi, Mavluda, bular urmaydilar-da, katta ehtimol bilan o'zlarini raqiblarini bunaqa gapirishlari bor. Ular juda ham mana shunday samimiy aktyor yoki aktrisa sahnaga chiqqandan keyin sahna madaniyati va sahnaning o'zini artistizmi bor deymiz, bilasizmi? Menimcha sportda ham bo'lsa kerak shu narsa. Shu ringga chiqqanda yoki tatamining ustiga chiqqanda bo'ldi. Gulshanoy emasdir. Gulshanoy to'g'risidagi dushmanga raqibdir deydi. Shunaqaroq bo'lsa kerak. To'g'rimi? Chunki sizni hozir gapirish toningiz, madaniyatingiz, tarbiyangiz haqiqatan ham bir o'zlari ham juda ham chiroyli qiz ekanlar. Hozir agar siz chiroyli bitta ko'ylakda kelganingizda hech kim sizni sportchi demasdi. Ochiq gap. O'zi yurib turasizmi ko'ylaklarda, sochlaringizni jingalaklar qilib? Yuraman. Albatta. Keyingi safar sizni yangi tong ko'rsatuvimizda chiroyli ko'ylaklarda sochlaringiz jingalak qilingan holda ko'ramiz endi. Xudo xolasa nasib qilgan. Mashinangizni kaltini olib kelasiz keyingi safar. Ilyos aka, navbat sizga, marhamat, muxlislarga chiroyli tilaklar bo'lsa. Avvalambor taklif uchun katta rahmat sizlarga. Shu Renessans televideniyasini barcha xodimlariga, rahbarlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va qolaversa ota-onamga kattakon rahmat shu darajaga yetkazib qo'yganiga, onamga, otamga, barcha muxlislarimga, shu yangi tong ko'rsatuvsini muxlislariga faqat omad tilayman. Bor bo'ling. Har kunimiz shunaqa bayram bo'lib o'tsin.
Tashrif uchun rahmat. Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun rahmat. Ketishingizdan oldin, lekin biz sizni shunchaki qo'yib yubormaymiz, sovg'a bera olmaymiz. Siz esa bizga sovg'a berasiz. Muxlislaringizga marhamat, sizni sahnaga taklif etamiz. Sizdan ajoyib bir tarona eshitamiz. Rahmat e'tibor uchun. Marhamat, davom etamiz. Seni ilk bor ko'rganim yodimda kechagidek soyaboning ostida yomg'irda tanishgandik. Seni ilk bor ko'rganim yodimda kechagidek soyaboning ostida yomg'irda tanishgandik. Muhabbat ham yomg'irdek oqib ketdi suvlarga. Ayt sevgilim dardimni men aytaman kimlarga. Muhabbat ham yomg'irdek oqib ketdi suvlarga. Ayt sevgilim dardimni men aytaman kimlarga. Soyaboning ostida ilk bora ko'rishgandik. Yomg'irda tanishgandik. Seni ilk bor ko'rganim yodimda kechagidek soyaboning ostida yomg'irda tanishgandik. Seni ilk bor ko'rganim yodimda kechagidek soyaboning ostida yomg'irda tanishgandik. Chaqmoqlar seni eslab sevgilim dilga to'lar titroqlar. Har bahorda yo kuzda chaqqanida chaqmoqlar seni eslab sevgilim dilga to'lar titroqlar. Ikkimizga chin visol bitmagan bo'lsa taqdir olis osmonlaringga meni olib ket yomg'ir. Olis osmonlaringga meni olib ket yomg'ir. Soyaboning ostida ilk bora ko'rishgandik. Yomg'irda tanishgandik. Seni ilk bor ko'rganim yodimda kechagidek soyaboning ostida yomg'irda tanishgandik. Seni ilk bor ko'rganim yodimda kechagidek soyaboning ostida yomg'irda tanishgandik. Soyaboning ostida yomg'irda tanishgandik. Aziz do'stlar, biz dasturimizni davom ettiramiz. Mana shunday kayfiyat, mana shunday temperament biz bilan birga qolishi kerak. Va ayni damda bizning dasturimizning mehmoni bor, yana bir mehmon, ijodkor deymiz, dizayner va o'z yo'nalishida kerakli ijodkorlardan biri. Latofatli Samira biz bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. To'g'ri aytsam, dizayner keladi deganlarida men juda ham xursand bo'ldim, chunki har bir qizlarimiz, qolaversa, erkaklarimiz ham moda bilan bir xil yashaydiganlar va yaxshi ko'radiganlar juda ham ko'p. Albatta. Kiyimlarni bir-biriga moslab kiya olmaydiganlar,
qaysi ranglar trendda bo'lgan, ularni bilmaydiganlar oramizda yo'q emas, albatta bor. Bugun sizdan master-klasslar ko'ramizmi? Juda ham xursand bo'ldim. Beradigan savollarimiz juda ham ko'p. Aynan kiyim borasida Mavludani ham beradigan savoli bor. Mana 2026 ga kirib keldik va yanvarni ham yakunlayapmiz. Buni qarangki, aynan bu yil oxirigacha qaysi ranglar trend bo'ladi, qaysi ranglardagi kiyimlar trend bo'ladi, qolaversa qanaqa uslubdagi kiyimlar trend bo'ladi, qaysi biri zo'r ommalashadi. Shu narsalar bo'yicha ozgina suhbatlashamiz. Avvalo siz so'rashib olishingiz mumkin, marhamat. Hammaga assalomu alaykum. Chaqirganingizga kattakon rahmat. Kelib xursand bo'ldim. Ozgina o'zingizni tanishtirsangiz va qayerda o'qigansiz, nimalar qilishni bilasiz, qandaydir brendingiz bormi? Agar bo'lmasa, qanday rejalaringiz bor? Mani ismim Saidazimova Samira, yoshim 20 da. Hozirgi kunda o'zimning brendim bor, Mirasa degan brend. Yaqinda ochdim, 3-4 oy bo'ldi. Yurg'izayotganimga, lekin natijalar yaxshi ketyapti. Klientlarimiz ham davolli bo'lishyapti. Xursand bo'lishadi. Mayli, bitta savol bersam, ba'zi bir tikuvchilar, ba'zi bir dizaynerlar bor. Misol uchun, hammasi emas, ba'zi birlar, chunki biz san'atkorlar, qolaversa, mana muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz ham juda ham ko'p tikuvchilikka ishlarga tushishadi. Ayniqsa to'y marosimlarda, tadbirlarda biz dizaynerlarsiz hayotimizni tasavvur eta olmaymiz, chunki ular har bitta detallariga ular e'tibor berishadi, baribir ularning ditlari shu uchun o'zi shuning uchun o'qigansizlar sizlar. Misol uchun bor bizda ba'zi bir tikuvchilarimiz, misol uchun men xayol qilgan narsani aytib beraman, lekin ular tushunishmaydi yoki boshqacha qilib berishadi va o'sha kuni olib ketaman, buzib berishgan bo'lishadi va asab shunday holatlar bo'lganda, konsertlarga kelman degan narsalarimni buzib berishgan va keyin esa kayfiyatim tushib ketib, o'zimni kiyimimni kiyganman. Mana shunaqa tikuvchilar, mana shunaqa dizaynerlarni deb men bir xil payt o'zim tayyor kiyim sotib olishga majbur bo'laman. Mana shunaqa ayrim bir tikuvchilarga dizaynerlar mana shunaqa qilmas uchun, ya'ni уже bo'ldi, fikr o'zgaradi-da, dizaynerlarga, tikuvchilarga bo'lgan nisbatan baribir mijoz har doim haq deydi-ku. Shuning uchun siz bunaqa narsalar, holatlar bo'lganmi yoki mana shunaqa tikuvchilarga, dizaynerlarga nima maslahat berasiz? Nima qilsalar mana shu xatoliklarga yo'l qo'yishmaydi? Ishonchni suiiste'mol qilmasliklari uchun. To'g'ri aytasiz. Ko'pchilik mana shunaqa qo'rquvsi bor. Hozir tiktirsam buzib qo'yishadi yoki-da aytgan narsasini qilib bermaydi deyshadi. Unaqa narsalar juda ham ko'p bo'ladi. O'zimizda ham bo'lib turadi. Chunki baribir u rasmda ko'pchilik olib keladi chet ellikini, chet ellik baribir matosi boshqa, uni endi qanaqa komanda qilgan boshqa. Hayotda O'zbekistonda endi sal boshqacharoq ishlaydi baribirga ham. Lekin iloji boricha o'xshatib berishga harakat qilamiz. Menda bir marta faqat shunaqa holat bo'ldi. Bitta ayol kishi kostyum shim tiktirdilar. O'zi yo'nalishimni kostyum shim bo'yicha olib ketmoqchiman. Va ularga tikib berdik. Boshida matoni ham ko'rsatdik, bitishdan oldin. Bo'ldi, zo'r hammasini qilib beraman dedilar. Kiyaman, zo'r ekan dedilar. Tikib bo'lganimizdan keyin yo'q, yupqali qilyapti dedilar. Bitta shunisi, atak bichimlari, tikilishlari ularga yoqdi, lekin matoni tanlaganda ham yupqaligi yoqmadi. Lekin matoni yechim qildim, boshidan tikdik yana, o'zim shu o'timda. Endi mijoz qo'yni sovib qolishmasligi uchun o'shanga boshdan qilib berdik. Ba'zi bir tikuvchilar ham bor. Men juda ham oson qizman, XS, S razmer kiyaman, lekin mendan bir bilmayman 1,5 metrdan bir oddimda qo'yni chiqasi bo'ladi deb o'ylayman men nazarimda. Lekin ular mendan 6 metr mato so'rashdi. Ular qolgan matoni nima qilishadi? Yoki u noto'g'ri bichim, bilmadim, bir xilgilar qanaqadir men ko'rganman ishlarini, bannerlarga qo'yib nimadirlar qilib bichgan. Endi hamma har xil bichadi. Men to'g'risi u narsadan xabarim yo'q. Endi ko'rganimman, gapiryapman. Ular nima qilishadi qolgan matolarni? Bu nima? Bu biznesmi, orttirib olishmi yoki bo'lmasam noto'g'ri bichishgani uchun, noto'g'ri o'qishgani uchun, ilmi yo'qligi uchun, mana shu sohada bilimi yo'qligi uchun noto'g'ri bichishgani uchun ko'p mato aytishadi. Xato qilib qo'ysam yana mana shu matodan bichib olaman. Страховка. Bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik mijozda o'ylashadi, shu ozg'in qizma menga 1 metr yetadi deb o'ylashadi. Lekin uni hisob-kitobi bor, ya'ni skladka bo'lishi mumkin, zborka bo'lishi mumkin, qo'yningizni uzunligi, etagi bir xil holida shleyf holida. U obyomga qaramaydi-da, bo'yingiga qaraydi. Lekin noto'g'ri bichadiganlar ham bor, to'g'rimi? Albatta, o'zimda ham shunaqa bo'ladi. O'zim ham nechta tikuvchi, bichuvchilarni almashtirdim. Material olib kelib beraman, ko'p aytishadi, lekin buzib qo'yishadi yoki-da kam etib qo'yishadi, o'sha narsa chiqmaydi, keyin yana boshdan olishingiz kerak, hisobi chiqmaydi. Shu narsa ko'p bo'ladi lekin. Bugungi imijingiz
imidjingiz juda ham sizga yarashibdi. Rahmat. Ochig'ini aytsam, mana shunday kirib kelishingiz bilan ko'zim shunday boshingizdagi shapkaga tushdi. Juda ham zo'r stil qilib yaratib olibsiz. Rahmat. Imidjingiz ustida qanaqa ishlaysiz? Misol uchun, ba'zi bir san'atkorlar bilan balki ishlagandirsiz yoki bo'lmasam oldingizga qandaydir insonlar kelishi mumkin. Meni imijim ustida ishlab bering. Misol uchun meni garderobimda to'la kiyimlar, bir xil men moslashtirib umuman kiyina olmayman. Buni yashirmayman, chunki dizayner chaqirtiraman o'zim ham. Men shuni juda bir marta benomni klipiga dizayner chaqirtirganman. Istanbulda olingan u klip, keyin kelganman. Mana shu kiyimlarim bor, bilaman, meni kiyim olishga vaqtim yo'q, mana shudan nimadir yaratib bering deganman. U mana shu keraksiz kiyimlardan shunaqa zo'r kiyimlar yaratib bergan. Men o'zim hayron qolgan, "Vau!" deganman. Aksessuarlar bilan ishlash bu qanaqa? Misol uchun nimadir ko'rsatib bera olasizmi? Nima bilan nimalarga yarashtirib kiysa bo'ladi? Tomoshabinlarimizga qiziq. Shaxsan menga ham qiziq bu narsa. To'g'ri look. Ha. O'zim sizni ham ko'p ko'raman. Juda ham chiroyli kiyinasiz. Stilingiz o'zingizga yarashib turadi. Mana shu hozir ham kiygansiz, belingiz pritalinniy, shunaqa narsalar sizga ko'proq yarashgan bo'lardi. Bo'yningizga qo'shgan bo'lardim. Boli degan hozir bandamkalar ham juda ham moda bo'lgan va aytganingizdek, boshimda shabochka bu tabletka deyiladi. Tabletka bilan ham misol uchun tufligingiz rangi ko'k bo'lsa, ko'k bilan tabletka kiysangiz ham bo'ladi. Yokida gipyurdan perchatka qo'shsa bo'ladi. Hozir keyin ko'rgan bo'lsangiz, mana bunaqa yarimtali perchatkalar moda, bitta barmoq ochuv. Bu ham trend bo'ldi. Shunaqa qo'ysangiz, qizlar hamma o'ylaydi, "Voy, bitta barmog'i qani?" deydi-da. Aksent tushadi, odamning ko'zidan e'tiborini tortadi. Siz menga kerakli insonsiz. Kursdan keyin siz bilan alohida gaplashamiz. Jam aka bilan ham ishlaysizlar? Babajanov. Ularga ham kostyum qilib berganman. Jam aka, mana nega xalab ketmaganlar? Yangi tonga har gal chiroyli kiyimlarni kiyib kelyapsiz desam. Nega xalab ketmaganlar? Xalab ketmagan, lekin Jam aka bilan ishlaganmiz, chunki oldin bitta serialda chiqqanmiz va keyin ularga qilib berganman. Mana shu boshingizdagi tabletka deb nomlangan shapkalarni qayerdan olsak bo'ladi? Misol uchun o'zingiz tikib bera olasizmi? Misol uchun hozir tomoshabinlarimizga ham qiziq aynan, chunki birinchi bo'lib boshingizdagi tabletkaga ko'zligingiz tushdi va buni nomlashni ham bilmas edim. Ochig'i men uchun tomoshabinlar ham bilishmagan. Biron bir millatga balki mansubdir bu tabletkalar. Endi o'zimizda o'zbekcha do'ppada, prosta matoni har xil qilib qilishyapti. O'z tayyorlari ham chiqib ketdi, har xil varianti, lekin buni men 10 minutda qilib olganman. Prosta nimadir yetishmasa, qayergadir ketayotgan bo'lgansiz, shoshilgansiz va qilib olgansiz. Shunaqa, prosta dumaloq kesasiz, o'zimizda o'zbekcha do'ppi, faqat oddiy однотонный matodan. Yokida yaqinda ham kostyumimni chiqarib olman, kletkali kostyumim galstuk qildim, и boshimga tabletka qo'yaman. Shu matoyimdan qolib ketadi-yu, kichkina kusok. Shunga tabletka qilib yuboraman, bo'ldi. Ana kerakli narsa, foydali narsa ishlab chiqaradilar. Tashlab yubormaymiz-da, nimadir chiqarsa bo'ladi deymiz. Perchatka qilamiz, galstuk qilamiz, может, yoqa qilamiz. Unumli foydalanar ekansiz qolib ketgan matolardan. Maslahat sifatida ham o'tadi, aynan. Siz mana shu qolib ketgan narsalardan nimadir qilsa bo'ladi degan maslahatingiz bo'la oladi. Chunki kichkinagina joyi juda ham sabr kerak tikish uchun. To'g'risi juda ham yomon ko'raman tikishni. Men o'zim nimani yaxshi ko'raman? Men faqat menimcha gapirib, o'ylashni yaxshi ko'rsam kerak. Gapimiz qizib ketdi. Qizib ketdilar, gurungilacha jadallashib ketdi. Hozir birozgina sizlarni to'xtatib turaman, chunki bizda foydali maslahatlar degan sahifamiz bor. O'sha maslahatlarga birozgina quloq tutamiz va undan keyin yana dasturni davom ettirsak bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum barchaga. Foydali maslahatlar sahifasi yana efirda va bizni bugungi mehmonimiz ginekolog Mirxoliqova Asila opa. Assalomu alaykum Asila opa. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat kattakon. Taklif uchun ham juda ham katta rahmat. Sizga ham rahmat tashrif uchun. Sizga bugun bir nechta savollarimizni berib o'tamiz. Va bundagi birinchi savolimiz, siz juda ham ko'p homilador ayollar bilan birga ishlaysiz. Nafaqat homilador, balki o'sha homiladorlikka tayyorlanayotgan ayollar bilan ham birga ishlaysiz. Va shu jarayonda ularga beradigan eng katta maslahatingizmi? Eng katta maslahatim o'zi ayollarga umuman maslahatim to'g'ri turmush tarzida borishimiz kerak. Birinchi o'rinda nima uchun aytamiz? Hozir hammamiz internetga berilib ketganmiz, uyqumizni sifati juda ham tushib ketgan. Shuni hisobdan hamma gormonlarimiz, TTGlarimiz ko'tarilib ketadi. Ya'ni gormonlar o'zi o'ynashni boshlaydi, kortizol oshishni boshlaydi. Tabiiyki tuxumdonlarning zaxirasini sekin kamaytirishni boshlaymiz. O'shaning sababidan men ko'proq aytardim, что biz aynan turmush tarzimizni yaxshilashimiz kerak. Birinchi o'rinda ovqatlanishimiz, ratsionimizni to'g'rilashimiz kerak, fizический нагрузкani oshirishimiz kerak. Sizni qabulingizga keladigan ayollar ko'plab aynan qaysi mavzularga kelishadi? Nimalar ularni bezovta qiladi? Men endi ko'proq homiladorlar bilan ishlayman asosan. Menga ko'proq homiladorlar, qanday homilalarni olib borish, taktikamiz, tug'ruqqa qanday tayyorlanish. Men ham o'zim qilaman-ku. Reproduktologiya bo'yicha ko'proq shug'ullanishni ham yaxshi ko'raman. Chunki men homilador bo'lmayotgan ayollar bilan ham shug'ullanishni yaxshi ko'raman. Shuni tayyorlab, ularning xursandgarchiligini, bitta xursandchiligini ko'rsangiz uchasizda.
maza qilasiz ularni ko'rib. Qabulingizda shunaqa og'riqli vaziyatlar ham bo'ladimi? Masalan, farzandidan voz kechmoqchi bo'lgan yoki afsuski judayam ko'p, juda ko'p. Aynan ayniqsa oxirgi paytlar judayam oshib boryapti shu narsamiz. Kelishadi, ayollar ko'rasiz, jinsini so'rashadi birinchi o'rinda. Endi siz uni jinsini so'ramaysiz, uyingizda nimangiz bor deb. 4-chi qizi bo'lishi mumkin, 3-chi qizi bo'lishi mumkin. Qiz bo'lsa oldirib berdilar xo'jayinim deyishlari mumkin. Siz qiz desangiz, sразу tushiraman deydigan vaziyatlar bo'ladi. Uni eshitib siz o'zingizni gunohkordek his qilib qolasiz, xuddi u bolasini tushiryapti siz sababli. Tushunasizmi? O'shaning uchun bir xillari aytaman, qanday qilsa ham, qanaqa bo'lsa ham farzandni boricha qabul qilish kerak-da. Farzandni Alloh beradi. Alloh bergan farzandni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilishingiz kerak. Qizmi, o'g'ilmi, xayrlisi Allohim berdi. Qabul qiling, shukr qiling. O'sha siz baribir oldiraman degan fikrdan keyin, masalan, farzandimdan voz kechmoqchiman deyishgandan keyin baribir o'zingiz ham motivatsiya berishingiz kerak. Hozir aytgan gaplaringizni shu gaplarimni shu vaqtda fikridan qaytgan odamlar ham bormi ko'proq? Bor, juda ko'p bo'ladi. Ko'p bo'ladi. Keyingisiga to'xtaymaslik, keyingisiga yordam beraman deyman. Har doim aytaman. Harakat qilamiz keyingisiga. Allohdan so'raysiz avvalambor deyman. Ikkinchisi biz sababini qilishga harakat qilamiz deyman. Qilamiz imkon qadar shu narsani. Erishayotganda juda ham ko'p. Alhamdulillah, doim o'zi oqifat yuzimizni yorug' qilyapti, Allohga shukr. Men aytardim shunaqa ayollarga, farzandni tayyor bo'lmasangiz ko'tarish kerak emas, homilador bo'lish kerak emas. Rassan uni qizmi, o'g'ilmi deyishing o'zi noto'g'ri. Bu Alloh bergan narsani qabul qilishimiz kerak baribir. Tushunarli. Mana nafaqat siz homiladorlarni, balki yosh qizlarni ham organlarini ham tekshirasiz, to'g'rimi? Turmushga chiqmaganlarni ham. Turmushga chiqmaganlarni ham ko'ramiz. Ba'zi ota-onalarda uyatda qizlarni ginekologga olib borish. Lekin hozirgi zamonda ancha norma bo'lib qoldi bu holat. Masalan, oldi ginekologga borsa, nimadir aybi bormi? Nimaga bu qizini ko'chada o'bib eshitsa-da, biroz uyatli bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar. Lekin hozir ancha bu narsa normal holatga kelgan va sizga qanchalik ota-onalar emas, onalar ko'proq qizlarni qanchalik ko'p olib kelishadi? Sizni xursand qiladigan holatlar bormi? Xursand qiladigan holatlar bor, lekin afsuski, afsus deydigan holatlarimiz ham ko'p uchrab turadi hozir. Xursand qiladigan holatlar onalar juda ham befarq emas hozir qizlariga. Ya'ni mana hayz sikllarini buzilishini ertaroq aniqlasak, mana PMSlarni vaqtliroq aniqlasak, qanchalik ayollarga ertaga o'sha qizni turmushga tayyorlanishi, vaqti kelib ona bo'lishiga biz shunchalik yordam bergan bo'lamiz. Boya to'g'ri homiladorlikka tayyorlanish haqida ham gapirdingiz. Shu bo'yicha ham agar aytib bo'lsak bu efirda. Homiladorlikka tayyorlash bo'yicha. To'g'ri homiladorlikka tayyorlanish dedingiz-ku. Va aynan shu to'g'ri homiladorlikka tayyorlanish uchun ayollar nima qilish kerak? Mana sog'lom ovqatlanish dedik, sport bilan shug'ullanish, yana nima qanaqadir bir vaqtida uxlash va albatta homilador bo'lishdan oldin ichadigan o'zimizning preparatlarimiz bor. Masalan, siz 3 oydan keyingi rejalashtirib homilador bo'lishni 3 oy oldin boshlang, folviy kislota, idomarinni ichishni. Обязательно organizmga o'sha narsa kerak. Ham homilador bo'lgandan keyin bola baribir miflar bor. Masalan, homilador ayol qancha ko'p asabiylashsa, farzandi ham shunaqa asabiy bo'ladi. Yoki homilador ayol qancha xursand bo'lsa, farzandi shunaqa Instagram tarmoqlarida ko'p kuzatamiz. Endi buni mif demaylik, mif emas, chunki ayol kishini o'sha nervniy sistemamiz qanchalik mana rivojlanayotgan homilangiz, masalan, ayol homilador, bu ayol stressda. Bu farzanddan xuddi shu holatda bo'ladi. Sizda masalan homiladorlar o'ziga tushadi-ku, ular keyin farzandi tug'ilgandan keyin baribir oldingizga keladiganlar juda ham ko'p bo'lsa kerak, farzandi bilan birgalikdagi o'sha paytdagi his-tuyg'ularingizni ozgina aytib o'tsangiz. U paytdagi his-tuyg'uni umuman tasavvur qilish qiyin. Bitta masalan ayollar 2 yil, 3 yil bo'ldi, turmushga chiqdi-da, farzandli bo'lmadi, siz unga yordam berdingiz, u homilador bo'ldi, 9 oy ko'rdingiz, tug'di-da, tuqqandan keyin farzandi bilan kelsa, u farzand o'zingiznikidek qabul qilasiz-da. Mana o'zingiz raddomda farzandingizni qanday qo'lingizga olsangiz, shunday bag'ringizga bosgisi keladi. Mana shunaqa emotsiyada bo'lasiz har bir farzandga. Suhbatimiz so'ngida shu homilador ayollar yoki homiladorlikka tayyorlanayotgan ayollar uchun 5 ta maslahatingizni qisqacha qilib aytib o'tsangiz. Homilador bo'lgan ayollarga homiladorlikka tayyorlanayotgan va homilador bo'lgan. Homilador bo'lmoqchi bo'lgan ayollarga birinchi maslahatim, ayollar o'zini to'g'ri turmush tarzini targ'ib qilish kerak. Keyingi maslahatim, albatta uyimiz har doim tinch bo'lsa, ya'ni xo'jayinlarimiz bilan yaqin va juda ham samimiy munosabatda bo'lsak,
o'sha narsa juda ham homilador bo'lishingizga pozitivniy sharoit yaratadi. Boyagi preparatlar aynan homilador bo'lishni xohlagan ayollarga men foliyaviy kislotani juda ham tavsiya qilaman ichishligini. Juda ham xohlagan bo'lardim 3 oy oldin ichishni boshlashligini. Tavsiyalaringiz uchun rahmat. Menimcha juda ham ko'p ayollarimiz o'zlariga tegishli xulosalarni olishdi. Sizni yana studiyamizda kutib qolamiz. Vaqt ajratganingiz uchun yana bir marta rahmat. Rahmat. Biz esa davom etamiz. Mana qadrli do'stlar, biz kun maslahatlariga aynan siz bilan bizga kerak bo'ladigan maslahatlarga ham quloq tutdik. Sizga ham Azizbek. Xo'p, menga har doim kerak bo'lgan maslahat. Albatta. Kichkinani ham eshitaman, kattani ham. Bugun kayfiyatim bunaqa zo'r emas, iltimos, men nima desam xo'p deb turing desam. Albatta, hozir kayfiyatim juda ham zo'r. Alamimni kimdandir olishim kerak, o'sha inson faqat siz bilan shunaqa bo'lyapti o'zi. Men kichkinani ham so'zlarini eshitaman, kattani ham so'zlarini eshitaman. Faqat sizni gaplaringizni eshitmayman, maslahatlarga amal qilmayman. Qulog'ingizga hali paxta tiqib o'rgandirsiz balki. Operatorlarning gapini eshityapsizmi? Xo'p, mana shunaqa kayfiyatda davom etamiz va Samira, sizga bitta zo'r savolimiz bor. O'zi kelayotgan mehmonlarimizga beryapmiz. Bolalikda qaysi odatingiz haligacha qolib ketgan? O'zi qaysi odatingiz yodingizda va hozir ham o'sha odatni bilib bilmasdan takrorlab qo'yishingiz mumkin, qilishingiz mumkin. Bormi shunaqa odatlar? Bor, конечно. Qani ayting. Kech qolib yurish. Har doim 5 minutda bo'laman deyman-da. Ko'p kutdik desam. 5 minutda bo'laman deyman-da, lekin 5 minut meni 1 soat bo'lib ketadi. Bilmayman, ertalab oldinga olsam ham shunaqa. O'zim bilmayman, ishoning. Oldinda ham kech qolaman. Bolalikda ham shunaqa yurganmisiz? Bolaligimdan raqsga borganman, Marvard guruhiga. Bizda progollar bo'lardi, shunaqa konsertlarga chiqardik. Shunda ham repetitsiya vaqtiga kech qolib borardim, rosa gap eshitardim. Unda ota-onangiz aybdor bo'lgan menimcha. Endi meni kuchardi-da, kostyumlarimni tayyorlagunimcha, shunaqa qilganimcha baribir qolib ketardik. Yo, adam meni aytadilar, yarim soat oldin yurish. Raqs bobida ham o'zini ko'rsata oladi, talanti bor. Shunaqa desam ham bo'ladi. Samirani men oldindan taniyman. Samira nafaqat dizayner, balki boshlovchiliklarga ham qiziqadilar. Mana eshitganingizda raqsga ham qiziqadilar. Yana qanaqa jihatlari bor Samirani? Yana nimalarga qiziqadi Samira? Qo'shiq aytishga qiziqar balki? Yo'q, bitta qo'shiq aytishga qiziqmayman. Yoshligimda aytganman, o'xshamagan. O'xshamagan. Aytmaganman. Qo'rqitib yuborgan bo'lsangiz kerak, hamma shundan keyin bo'layapman. Yana nimalarga qiziqasiz? Aktyorskiga ozgina qiziqaman. Faqat aytaymi qanaqa rol o'ynay olaman? Men talabim borda, siqqilgan rol umuman o'ynayman. Yig'latsa yig'lolmayman. Anaqa novellalarga ham chaqirishgan, boshqasiga ham siqilib ber, ko'zingga dard keraksa bera olmayman-da, shuni bilmayman. Yo'q-da sizda u dard. Qayerdan bo'lsa, yo'q dardni qayerdan ko'rsataydi? Necha yoshsiz Samira? 20. 20 20 yoshli 2005. qizchanim qanday dardi bo'lishi mumkin? To'g'ri, bo'lmasin ham. Nuqullarni kelin rol berib qo'yishadi, nimadir berib qo'yishadi, o'shanda siqilib berish kerak. Bu chiroyli ko'zlarga, chiroyli kipriklar, chiroyli qoshlarga faqatgina go'zal tabassum va yorqin ko'zlar yarashadi. Qanday emasmi? Har doim shunaqa yurishingizni tilakdoshimiz. Mana endi chiroyli ta'riflar bo'ldi, Diyorbek. Bizlarning kayfiyatimizni ko'taring, nima deysiz? Kayfiyatimizni ko'taring va chiroyli go'zal qizlar uchun go'zal tarona eshitaylik endi sizdan ham. Yigitlar ham bor bu yoqda Diyor aka. Mayda mayda mayda, jidan gul mayda, jidan gul mayda. Mayda mayda mayda, jidan gul mayda, jidan gul mayda. Qayta qayta qayta, parin ko'ngli oyda, parin ko'ngli oyda. Yuzlarida tamanno, mayda mayda qadamo, mayda mayda qadamo. Ko'rgan aytar tasanno, buncha go'zal sanam bu, buncha go'zal sanam bu. Oshiqlar yona qarab qarab to'ymasin, qarab qarab to'ymasin. Pichir pinhona, so'zni qo'ying o'ynasin, so'zni qo'ying o'ynasin. Mayda mayda mayda, jidan gul mayda, jidan gul mayda. Mayda mayda mayda, gulini hidi qayda, gulini hidi qayda. Mayda mayda, jidan gul mayda, jidan gul mayda. Qayta qayta qayta, parin ko'ngli oyda, parin ko'ngli oyda. Davradagi oy jamol, nozlari xo'p yarashar, nozlari xo'p yarashar. Kuydirar boqsa ko'zni, sarvi qaddi qomati, sarvi qaddi qomati. Necha yigitlar manzilini so'rashar, manzilini so'rashar. Yori bo'lar
shu qizni kelsa kimni omadi kelsa kimni omadi mayda 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 jiydani guli mayda jiydani guli mayda 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 gulini kiydi qayda gulini kiydi qayda. Mana aziz yurtdoshlar, ajoyib sho'x taronamizni eshitib oldik. Endi esa navbatni men Azizbekka bersam, meni aktyorlik mahoratimni bilasizlar, juda ham zo'r, 5 bahoga o'qiganman, qizil diplomga bitirganman. Xullas, professional aktrisaman. Endi esa Azizbekdan ko'rmoqchimiz. Hozir ularga pantomima shartini beramiz. Faqat esa Samira siz topishingiz kerak bo'ladi. Agar siz chiroyli va to'g'ri ko'rsatib bersangiz, albatta Samira topa oladilar. Sizni endi aktyorlik mahoratingizni ko'ramiz, aziz. Hozir baholaysiz. Bundan yaxshi aktyorligimni aytishingiz kerak bo'ladi. Bilmaysizda men qanday aktrisa ekanligimni. Xo'p, mavzu oila va uy mavzusi. Oila va uy mavzusi. Nega yosh qizga oila va uy mavzusini beryapsiz? turuvdim. Mayli, oila hamma uchun bir. Axir hali turmush qurmaganlar, ular Yo'q, shaxsiy oila haqida aytmadim, ya'ni umumiy kattalar ham bo'lishi mumkin. Ha. Inobatga olasiz. Men tayyormasizlar, tayyor bo'lsanglar boshlayman. Qani ko'rsatingchi Ganlarim bersanglar boshlayman. Berib yuboring Sardor aka. Xo'p. Birinchisi. Ona nima deysiz? Yo'q, unaqa emas. Bo'pti, kursning tez. Xo'p, mana bo'ldi. Mana hozir bitta ko'rib oling. Ha. Ota. Adada. Dodami? Charchagan doda. Voy, beli kasalmi, grijasi bormi? Nima endi u? Kim ekan? Oyimi? Holat bilan bog'liq. Holat? Televizor ko'rish. O'tkazyapti kanalni. Zerikib ketgan odamda. Dangasa, ish yoqmas. Chanqagan. Yo'q, podskaska nima qilyapti? O'sha televizor ko'ryapti. O'tiribdi, xayol suryapti. Befarq. Umumiylashtiringlar. Bemaza inson ekansiz. Tushunmayapman. Qarang. Aytdim, aktyorlik mahorati yo'q deb. Kirdi. Bekorchi, nima ish qilishni bilmayapti. Sardorga bering, qog'oz topolmadim. Bu hali beri ko'rsatib tugidi mani. Siz chalg'ityapsiz, Samira topayotganda. Umumiylashtiring, nima qilyapti? Ko'chadan keldi. Ota kirdi, nima qilayotgan deb Ishdan keldi. Ishdan keldi. Ishlarni tugatdi. Ovqat tugatdi. Televizor ko'ryapti. Yengilliklarni ko'ryapti. Bir piyola choy ichyapti. Xotini kelib pul so'raydi. Uxlayapti. Dam olish. Ana. Bog'layram doq qilasizmi? Samira, sergak bo'ling, sizni oldin topishga harakat qilyapti. Sovg'a berasizmi? Bekor topmay. Kiryapti. Artyapti, ish qilyapti. Stol tozalayapti. Dasturxon Tozalayapti. Davom etamiz. Uxlayapti. Uyqu, davom etamiz. Ovqat qilish. Osh damlayapti. Tuxum qovuryapti. Kapkir yuvyapti. Parda, dazmol qilyapti. Anaqa nimadir pishiryapti. Qovurish. Pasta pishiryaptimi? Oshxona. Ha. Ho. Yaxshi aktyorligingizni isbotlab qo'yapman. Siz ko'ra toping. Bo'ldi mana. Pantomimami oxirgacha pantomima bo'lsin. Choy damlash. Bo'ldi, choy. Ko'rsatmadim, tayyor turibdi, ko'rdingizmi? Kursni istib pantomima bo'lgandan keyin. Dasturxon yoyapti, kiryapti. Dasturxon. Hop, aytdim-ku. Yaxshi aktyor ekan. Samira, siz ham toping. Ha, xo'p. Eshik taqilyapti, mehmon kiryapti. Mehmon kutyapti. Mehmon. Eshikni ochdi. Uf. Yana bugun Jahldor. keldim. Jahlda chiqyapti. Jonimga tegib ketdi. Sen ushqo. Sani men kechga kelyapsan. Har Boshlu. kuni oldin boshlayman. Ota. Voy. Xo'p. Jahl, uraman sana deyapti. qara. Uraman deyapti. Uryapti. Uryapti. O'sha kim? Ota, ona. Ona bo'lganlar esimga ketdi. Onami? Bechora onalarni ko'rsating. Ona. Yo'q, hazilamiz tarzda Bolangizdan kaltak yeganmisiz hech yoshligingizda? Onamdan ko'p kaltak yerdim. Ko'p emas. Ayniqsa obed uxlamasam, nimaga uxlamading? Kir ichkariga uyga deb chaqirib, juda ham o'yinqaroq qiz bo'lganman. Pantomima shartida Samiraga ham
Mavludaga ham alohida rahmat aytamiz. Sizga esa Hammasini 2 topa baho. oldinglar. Menga 2 baho. Har doimgidek men aktyor emasman, men boshlovchiman. Yo, yaxshi ko'rsatdingiz. Va Maqtang, onalarni o'zidan ketib urish qoladi. masalasi, onalar ursa ham har doim joni achirkan. Chunki onam bir qattiqroq ursalar, men ochiq aytaman, eslolmayman qachon qandoq urganlar, lekin eslaymanki, urganlaridan keyin yonimga kelib, bolam yaxshimisan deb qo'yishlarini eslayman, lekin shu joylari bo'lgan. Tushlik payti uxlamaslik. Tushlik Faqat payti o'yin uxlashga qaror qilganmiz. kirgizib yuborardilar, men uxlamasdim. Qochib ketarmiz ko'chaga. Anaqa dasturxon ustida shakar turardi. Bitta qoshchani olib, shakarni olib, bitta qoshcha shakarni olib, Shakar og'izga yeganmisiz? solib, og'izga solib, uxlab qolardim. Shuncha Uxlab shirin bola qolardim. ekansiz. Shunaqa yaxshi ko'rardim, Bu shakarni bola. ishib o'tirishni yaxshi ko'rardim-da, uxlab qolardim-da. Shunda uyg'ongandan keyin tilimni atroflari achishib yotgan bo'lardi shakardan. Yutmagan bo'lardim-da men shakarni. Yutmasdan turib uxlab qolardim. Birinchi eshitishim Keyin uni bilgan, Tasavvurim ishlab. uni bilgan onam meni shunaqa urishardilar. Adam kelgandan keyin Albatta indama urushli bola deyaptilar. bo'lgan ekansiz. Nafaqat urushli, balki urushli bola ham bo'lgan ekansiz. Hey. O'zicha shirin bola bo'laman deb o'ylagansiz, lekin unday emas, hech shirin bola emassiz. O'zingizga ko'p baho bermang. E'tibor bermaymiz. Yengil shamolotda deb o'ylaymiz. Davom etamiz. Samira bilan gaplashamiz. Samira men Nima yangiliklar nima deysiz? Siz bilan suhbatda boshida aytgandim, 2026-yilda qaysi ranglar trend bo'ladi, qaysi uslublar trend bo'ladi. Mana shu savollarga javob topaylik. Sizning fikringiz. Mani fikrim emas, o'zi trend уже rangi chiqib bo'ldi. Och, havorang moda bo'ldi. Undan tashqari yashil, xaki, shu ranglar ham juda ham urfga kiradi. Nimaga bunaqa ranglar? Sariq ham moda bo'ladi, chunki ekologiyaga, tabiatga mos ranglar trendda bo'lar ekan bu yer. Shunaqa, tabiatda nima rang bor, hammasi trendda bo'ladi. Jigaringmi, jigaring daraxtga bor, yashil. Sizni o'zingizni shogirdingiz bormi yoki siz hali ham shogirdmisiz? Ustozlar kim? Voy, ustozlarim aytsam, ustozlarim juda ham ko'p. Birinchi o'rinda Adam bilan oyimlar ustozim. Chunki men bir xil joyga borgim kelmasa yoki erinsam, Adam birinchi o'rinda olib boradilar. Bor, erinma deydilar. Notiqlik ham Adam aytganlar. Senga kerak bo'lib qolishi mumkin deganlar. Ustozlarimga keladigan bo'lsak, o'zi shu raqsimdan boshlangan dizaynerskiga qiziqishim va undan keyin Rasul ko'p joylarda o'qidim. Gulchehra Yunusova Gigu dizaynerning shogirdlari bo'ldim. Ancha yil, 4 yil ular bilan yurdim. Juda ham ko'p narsa o'rganganman. Orada Turkiyaga borib o'qib kelganman shu soha bo'yicha va Shahzoda Muhammedova meni ham ustozim bo'ladilar. Ular bilan ham haligacha ham juda ham aloqamiz yaxshi, birga ishlaymiz. Yaqinda pakaz bo'ldi, kolleksiyani birga qildik. Ustozlarim juda ham ko'p bo'ldi. Demak, Shahzoda opani ishongan dizaynerlardan bittasiz. Gap so'z bo'lajak emas, bor bo'ling. Zo'r, haqiqatan ham ustozlarning soni sanog'i yo'qligi, hammalaridan ham tajriba almashib olishingiz, ularning ilmlarini o'rganishingiz, Qoraversa ta'kidlaganlaridek, notiqlikdan ham shaxsan bizning ustozimiz Jamshid aka Umurzoqov qo'qonlarda o'qidilar. Ulardan ham kerakli ilmlarni sug'urib oladigan qiz. Haqiqatan so'rab oladigan qiz. Ustoz, yo'q, men bunga tushunmadim, men bunisi qanaqa bo'ladi degan qiz. Shunga ham biz hurmat qildik. Hech bir o'ylaganmisiz ishxonangizda yoki bo'lmasam uyingizda yashirin kameralar qo'yib qo'yishganmi? Voy, har doim o'ylayman. Oyna bo'ladi-ku, shu oynaning orqasidan meni kimdir qarab turibdi deb o'ylayman. Hozir ham bizda aynan shunday sahifamiz bor. Hozir yashirin kamera sahifamizga bersakda, keyin siz bilan yana suhbatni davom ettirsak. Marhamat, ko'ramiz.
Mana aziz muxlislar, yashirin kamera sahifamizda ham tomosha qildik. Ehtiyot bo'lib yuring, ko'cha to'la yashirin kameralar. Oynani orqasida ham bo'lishi mumkin. Oyna orqasida ham bo'lishi mumkin, albatta. Endi kichik bir sirni ochamiz. Sizni ham hozir bir yashirin kamerada oldik. Hozir sizni ham qo'yib beramiz, uni ham tomosha qilamiz. Undan keyin Shundoq ham tomosha qiladilar. Yo'q, katta kameralar turibdi. Aziz. Qati nima qilayotgan ekan, shuni o'ylab nima qildi kirdi. Nima xato qo'ydim ekan deb o'ylayaptilar Samira. Albatta, hozir. Samira, har bir qizni o'zini orzusi, o'zini qo'ygan maqsadlari bo'ladi. O'ylayman, sizda ham bor. Maqsadsiz hech qanaqa harakat qilib bo'lmaydi. Chunki mana harakatingizni ko'ryapman, ishtiyoqingizni ko'ryapman. Deylik, siz turmush qurdingiz, turmush qurganingizdan keyin turmush o'rtog'ingiz bu kasb ishlamaysan deyaptilar. Siz oilani tanlaysizmi yoki kasbingiz nima? Ikkilovini. Ikkilovini tanlash imkoniyati yo'q bo'lsa-chi? Конечно, oilani tanlayman. Lekin bu dizaynerlik mana bunaqa sohada bormasdan ham shu yurg'isiz bo'ladi. Ya'ni oilada turib, bu yoqda tikuvchi, bichuvchilar olib, hozir ham kameram bor. Boshqa syomkalarimga borsam ham kameradan ko'rib o'tiraman. Borishim ham shart emas. Chunki komandamga ishonaman. Komandamda уже odamlar bor, shogirdlarim ham bor. O'zim kichkinaman, lekin shogirdlarim ham bor. Va oiladan turib, kuzatsa bo'ladi, ham dizaynerlarga ko'proq ayollar keladi. Unaqa erkaklar bilan, erkaklar bilan ishlaydigan unaqasi ham yo'q. Agar ayollar bilan ishlay faqatsa, ayollarga tikiramiz, bo'ldi. U ham bu ham bo'ladi. Tushunadigan juft halol uchraydi. Iloyim. O'zi qachon to'y? Voy, hali yoshman. Hali karyera qilish deshadi-yu. Hali ishlang. Hali karyera qiling. Qizlarning gapishida hozirgi qizlarimiz. Shu narsa kerak-da. To'g'ri aytasiz. Mana Instagram sahifangizda, misol uchun men juda ham ko'p Get Ready With Me videolarini ko'rishni yaxshi ko'raman, chunki o'sha yerdan qandaydir kiyimlarni kiyishsa nimadirlarni olaman o'rganib, chunki men bu sohaga o'qimaganman, nimadirlarni moslashtirib kiyishni bilmayman yaxshi. Shuning uchun mana shunaqa vloglar ham qilib turasizmi? Yoki bo'lmasam muxlislaringiz uchun, o'zingizning Instagram sahifadagi obunachilaringiz uchun deylik, misol uchun oddiygina sharflarni qandaydir bog'lab ko'rsatishlar yoki mana shu tabletka, mana shu boshingizdagi narsani tikib berib ko'rsatib, mana shu kontentlar ham joylaysizmi? Agar joylamayotgan bo'lsangiz, shunaqa qilish maqsadingiz bormi? Men o'sha Instagramni boshida ochganimdan beri birinchi oladigan rubrikam shu bo'lgan o'zi. Ya'ni kiyinishni ko'rsatish, ranglar bo'yicha, ya'ni pokazlarga taklif qilinadi, Visa Fashion Week bor, har xil pokazlar bor. O'sha yerda har doim dress kod bo'ladi. Yokida qora, oq, yokida qanaqadir stil bo'ladi. Shunga moslab dress kodga qarab kiyinganimni videoga olaman. Endi hozir yana yangicha video olaman. O'zim sohamga yaqinroq. Misol uchun aktrisalar kelishyapti, bloger, yosh bloger qiz juda ham ko'p men kelishyapti. Ularga kiyim tikilish jarayonini boshidan oxirigacha olaman. Material qanaqa tanlab olaman, talabi qanaqa bo'lgan, shunaqa hali vloglar oldim, lekin hali montaj qilmadim, chunki montajni ham o'zim qilaman. Montajlikni ham o'qiganman. Undan ham ustozlarim bor. Bilasizmi, operatorlar yoki mobilograflar qilib bergan montajdan ko'ra odam o'zini xayolidagi, miyasidagi narsa bor, o'shani o'zlari juda ham tushuna olmadi. Men ham juda ham ko'p videolarni o'zim montaj qilaman, chunki o'zim xayolimdagi narsalar bor. Ijodkor odam baribir xayolparastroq bo'ladi, o'zini o'ylagan narsalar bo'ladi. Kimdir prof kamerada olib bersa ham o'zimga tashib beringlar deyman-da, o'zim montaj qilib olaman. Rangini qilib bersa bo'ldi. Gap yo'q. Yigitlarimizga qanaqa maslahat bera olasiz kiyinish uslubida? Voy. Endi bilmayman ham ranglar mayli. Siz endi ko'proq ayollar bilan ishlaysiz. Yigitlarga ham ozgina ko'proq ayollar bilan ishlayman, lekin erkaklarga ham nima deyman, trendda o'zi hozir o'tgan yil ham o'zi ko'p bo'lyapti. Oversize hali ham trendda, urfda. Lekin ko'pchilik oversize yoqtirmaydi. Misol uchun siz uncha yoqtirmaysiz. Chunki sizda klassikada, chunki oversize kiyimi yo'q, Samira qaramay unga, o'z garderob. Tikib beraman, mayli. Bo'ldi, Samira tikib beradi. Oversize narsa, kostyumdagi oversize qilamiz, shimla qilamiz. Kletkadan qilamiz. Shu edi-yu, tan oling. Gap yo'q, menga oversize ham yoqadi, old money kiyinish ham yoqadi. Albatta klassika bizning ishimizga ko'proq kerak bo'lgani uchun shunaqa taqozo. Klassikani ham har xil urfda qilsa bo'ladi. Ya'ni sportivniy bilan klassikani uyg'unlashtirsangiz, qulay ham yurasiz, ham chiroyli yurasiz. Casual deyiladi, shunaqa. Biz o'zi ko'proq mana ko'cha open air tadbirlarimizda casual kiyinamiz. Rasmiy uchrashuvlar bo'ladigan bo'lsa, rasmiy tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, to'liq klassika kiyinamiz. U ham dress kod bo'ladimi? Albatta. Albatta dress kodga amal qilgan holda biz rejissyorlardan, tadbir tashkilotchilaridan so'rab olamiz. Dress kod qanaqa rangda. Shunaqa bo'lib ishlanadi. Gap yo'q. Samira, suhbat uchun,
tashrif buyurganingiz uchun rahmat. To'g'risi juda ham foydali maslahatlar bo'ldi. Halisini oldingizga juda ham ko'p boramiz, chunki biz san'atkorlar ishimiz baribir dizaynerlarga tushadi. Biz professional dizaynerlarni yana kelajakda kutib qolamiz. Shogirdlaringiz bo'lsa, albatta brendingizga ham omad tilayman. Agarda yaqinlaringizga, tomoshabinlarga, sizni kuzatayotgan muxlislarga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat, mana shu kameraga qarab yollashingiz mumkin. Hammaga rahmat chaqirganinglarga, juda ham zo'r suhbat bo'ldi. To'g'risi, вообще zerikmadim, qanaqa vaqt o'tib ketganini bilmadim. Taklif uchun rahmat. Ko'rsatuv juda ham yoqdi. Uydagilarga salom etib qolaman, Adamga. Chunki men Adam qayoqqa borsam Adamga tashiyman videolar, Adam bilan ko'p maslahat qilaman. Oyimga ham salom deb qolaman. Meni ko'rayotgan hammaga salom. Meni kuzatib turinglar, like bosib turinglar, podpiska bosib turinglar. Instagramga qo'yib yuboringlar. Yo'q, e'tiborimiz markazida dizayner, yosh ijodkor va aynan moda sohasida ham dizaynerlar orasida ham o'z o'rniga ega bo'lib kelayotgan ijodkor, go'zal latofatli Samira bo'ldilar. Sizga rahmat. Rahmat. Har shunaqa go'zal bo'lib yuring, ishlaringizga omad, baxt, omad, mehr, muhabbat tilaymiz. Sevib yuring, yuzingizdagi kulgu tabassum sizni hech qachon tark etmasin. Rahmat. Salomat bo'ling. Samira, sizga tashrif uchun alohida rahmat. Bugun haqiqatan ham chiroyli suhbat bo'ldi. Hammasi go'zal bo'ldi. Sizdan olingan maslahatlar ham chiroyli bo'ldi. Eng chiroyli, eng go'zal niyatlarimiz, tilaklarimiz barchasi sizga zo'r maslahatlar bo'ldi. Ilinganingiz uchun tashakkur izhor etamiz albatta. Albatta. Biz esa sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi chorshanba ko'rishguncha deb qolamiz azizlar. Albatta. Toza choy savdo belgisi homiyimizga alohida minnatdorlik bildiramiz va qadrli do'stlar, ta'kidlanganidek RTV dan uzoqlashmaysiz. Yangi tongni har kuni ertalab tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Siz bilan aynan yangi tongning eng maksimal kayfiyatini ulasha oladigan boshlovchilari bo'ladi. O'z o'rnida Mavluda ham bo'lib qoladi har chorshanba. Almashtirmaymizmi? Albatta. Voy. Chaqiringlar men bolani. Albatta hazil. Qadrli do'stlar, xayrlashmayapmiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling. RTVda har tong ko'rishguncha azizlar. Salomat bo'ling. Xayr, salomat bo'ling. Har bir piyolada toza choy